Xotin, bugun uyga bora olmayman. Yomg'ir tagida qolib ketdim. Adasi, jala quyib yubordimi? Ha, jala quyib yubordi. O'zingni ehtiyot qil. Bolalarga yaxshi qara. Maylimi? O'zim telefon qilaman senga ertaga. Bo'ptimi? Bo'pti, mayli, xo'p. Bo'pti. Xo'p, o'zingni ehtiyot qil. Qalay o'xshadimi? O'xshadi. O'tiring seni galing. Endi nima? Ha. Ayasi, mendan xavotir olmanglar. Men yomg'irda qolib ketdim jalada. 1 metr ham yurib bo'lmayapti ayasi. Bugun bora olmayman uyga. Tushunmadim. Yomg'irmi, qormi? Yomg'ir mana ko'rsataman ayasi. Hamma joy yomg'ir. Kuz bu. G'alati-yu. Nimasi g'alat? Nimasi g'alat ayasi? Nimasi g'alat? Gapirchi. Tez ko'rsatingchi. Ayasi, ishonmagan xarakteringni yomon ko'raman sen, xoramini. Mana yomg'ir yog'yapti. Hamma joy yomg'ir. 1 metr ham yurib bo'lmaydi. Voy! Ayasi, qora tabiat qonuni. Qizil qor yog'ardimi? O'zim ham birinchi marta ko'rishim ayasi. Chataqsan-da, chataqsan. Ayasi, ey! Jon ayasi, O'rtoq, 5 minutda kassaga tiqqani? yo ketamiz bo'ldi. Nimaga yumaymizmi? Meni hayotimning enasiga tiqdingda. Mana ayasi, suv sep desam, yomg'irga o'xshaydi desam, qorga o'xshatib, pena sevib yuribsan. Cho'q soqani sho'stiri ko'zing o'ynamaydigan qorami sen hamma yoqda bo'xlashtirasan o'zi. Mana xotin, buni gaplashinglar o'zlang. Mana ayasi, biz toqqa ketayotgandik. Uni katta qilib chilonzor dedik, chichib qo'ydi ayasi. Biz maza qilgan dam olgan ketayotgandik, qoramini chiqardi. Bemalol. Endi mashinani minasan, uyingga borib ko'chlarni yuklaymiz. Men ajrashaman. O'zing gaplashma. Mana ayasi, kulma